Davom etamiz. Qishloq joylarda xotin-qizlar bandligini ta'minlashning yangi imkoniyat va natijalari Forish tumanida tashkil etilgan seminar-treningning asosiy mavzusiga aylandi. Tadbir davomida fermer va uy xo'jaliklarida mahsuldor parrandalarni yetishtirish, qishloq xo'jaligida biznesni rejalashtirish va moliyalashtirish, shuningdek, marketing va brendlash masalalari atroflicha muhokama qilindi. Ma'lumki, parrandachilik agrar sohaning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Sababi u tez rivojlanadi va kam sarf xarajat talab etadi. Muhimi, sohani rivojlantirish orqali iste'mol bozori arzon, sifatli va parhez mahsulotlar bilan to'ladi. Birgina Forish tumani parrandachilikni rivojlantirishda katta imkoniyatlarga ega. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi, viloyat va tuman hokimligi, O'zbekiston Agrar soha ayollari uyushmasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan seminarda asosiy e'tibor hududda fermer, dehqon xo'jaliklari va aholi xonadonlarida parrandachilikni rivojlantirish, zoddor parranda turlarini yetishtirish orqali biznesni yo'lga qo'yishga qaratildi. Seminarimizni tashkil etishdan asosiy maqsad uy bekasi bo'lgan ayollarimiz, balki boshqa bir yo'nalishda xizmat qilayotgan, lekin qo'shimcha daromad olishga xohish bo'lgan ayollarimizga qo'shimcha bir daromad sifatida parrandachilikni o'rgatishdir. Parrandachilik qishloq xo'jaligini asosiy tarmoqlardan bo'lib, tez va qulay rivojlantirish mumkin bo'lgan sohalardan biridir. Aynan shu yo'nalishda agrobiznes tashkil qilish juda ham qulay. So'nggi yillardagi xotin-qizlarimizni tadbirkorlarni oshib borishi, demak, berilayotgan imtiyozlar, imkoniyatlar va resurslardan to'g'ri samarali foydalanish bilan bog'liqdir. Tadbirkorlik sohasidagi xotin-qizlarimiz 200 ming nafardan ortdi. Parrandachilikning o'z bir qancha yo'nalishlari bor. Eng daromadli yo'nalishlaridan biri masalan kurkachilik. Demak, mana seminarlar davomida biz kurkachilikni qanday qilib tashkil qilish, tovuqchilikni qanday qilib tashkil qilish, qanday qilib go'sht yo'nalishidagi go'shtdor, ya'ni parrandalar va tuxum yo'nalishidagi parrandalarni parvarishlashga doir bilimlar berildi. Eng muhimi, qanday qilib mavjud parranda boshlarini saqlab qolish. Chunki biz bilamizki, parrandalar tez ko'payish barobarida birdaniga kasallik tufayli nobud bo'lishi ham mumkin. Demak, mana shularni oldini olish uchun qanday qilib vaksinatsiyalar qilamiz, qanday kasalliklar bor, ularni qanday qilib oldini olish mumkin bo'lgan jihatlar ham o'rgatildi. Seminar treningda parrandachilik sohasidagi tadbirkorlikni yo'lga qo'yish va rivojlantirish istagida bo'lgan xotin-qizlar, soha olimlari, tajribali mutaxassislardan qishloq xo'jaligi korxonasi va uy sharoitida sermahsul parranda turlarini yetishtirish, qishloq xo'jaligida biznesni rivojlantirish va moliyalashtirish, marketing va brendlash yo'nalishi borasida zarur tajriba va ma'lumotlarga ega bo'lishdi. O'zimni inkubator ochiradigan jo'ja apparatimdan 515 ta 510 talab jo'ja minglab ochirdim, qaradim, yetishtirdim va sotdim, foydalandim. Qo'ni-qo'shnimga ham ochirib berdim. Broiler tovuq, g'oz va boshqa narsalarni ham ochirsa bo'lar ekan. Seminarda o'zimga keraklicha ma'lumotlar oldim, tovuqlar to'g'risida, jo'jalar to'g'risida, dori-darmonlar, kerakli joylari haqida ma'lumot oldim ulardan. Ayollar xursand bo'ldi, hammasi o'ziga kerakli ma'lumotlarni bu seminarda oldi. Xulosa o'rinda aytganda, qishloq joylarda parrandachilik sohasini rivojlantirish orqali xotin-qizlar bandligini hamda iste'mol bozori to'kinligini ta'minlash mumkin. Bu esa o'z navbatida narxlarning barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.